Bugun biz 38 milliondan ziyod katta xalqmiz. Mashaqqatli va sharafli mehnatimiz bilan dunyoda hurmat topayotgan, ertangi kunga ishonch bilan dadil borayotgan matonatli va g'ururi baland millat biz. O'zgarishlarni kutib yashamaymiz. Aksincha, ularni o'zimiz o'z aql zakovatimiz va mas'uliyatli mehnatimiz bilan yaratamiz. Farg'ona vodiysidan Orolbo'yigacha, Zarafshon vohasidan Qashqadaryo va Surxondaryogacha, Toshkentdan tortib Jizzax, Sirdaryogacha yurtimizning qaysi hududida yashamasin, har bir fuqaromiz bugundan boshlab islohotlar natijasini kundalik hayotida yanada ko'proq his qilishi kerak va shunga harakat qilishimiz kerak. $8 millionli el yurtimizni birlashtiradigan ulug' bir g'oya bor. U ham bo'lsa vatan manfaati, xalqimiz manfaatidir. Bir bo'lsak, yagona xalq, yagona millat bo'lib harakat qilsak, ko'zlagan o'lkan maqsadlarga albatta yetamiz. Men bu yo'lda mard va olijanob xalqimizga ishonaman. Aziz yoshlarimga ishonaman. yilni yurtimizda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilishni taklif qilaman. Oilaviy baxt, saodat, sharafli faoliyatingizda yutuq va omadlar tilayman. Ilohim yangi yilimiz barakotli kelsin. Jonajon vatanimiz hamisha obod, farovon bo'lib, ilohim mana shunday islohotlarimizga, tinchligimizga ko'z tegmasin, sog' omon bo'linglar.